Nima yig'ladim aytaymi deydi. Hozir men oldimdan burun bitta musulmonni tashlading, shunday qovjilab go'shi so'ylanchilab ketdi. Hozir meni ham tashashadi, men ham Alloh yo'lida bitta jonimni beraman, shu bilan Alloh oldiga yetaman. Nimaga yig'ladim? Nimaga bitta jonimni berib Allohning roziligiga yetishamanmi? Nimaga jonim mingta emas, mingta jonimni bermayman Alloh yo'lida? Bitta jonimni beraman Allohning roziligiga deb jonimni bittaligiga yig'ladim deydi. Taqvo birodarlar. Bitta ish qilsang deydi, qo'yib yuboraman seni deydi. Poshsho qoyil qoladi. Peshanamdan bitta o'f qo'y deydi. Sendek odam bitta peshanamdan o'f qo'ysin deydi. Peshanamdan o'f qo'ysam, qolgan asr tushgan musulmonlarni ham qaytarib yuborasanmi deydi. Qaytarib yuboraman. Abdulloh aytadi keyin, o'ylab ko'rdim deydi. Bitta mushrik bir nasroniyni peshanasini o'f qo'ysam, hech narsa bo'lmasa kerak deb peshanasini o'pdi. Poshsho ana shu asrlar bilan qo'shib jo'natib yubordi. Hazrat Umar eshitganda aytdiki, har bitta musulmon dedi, Abdullohning peshanasini o'pishlik kerak. Birinchi bo'lib men o'zim o'paman dedi.